Daraxt nomi nima buni? Mevachasini qarang, chiroyli. Yujni ko'chasidamiz. Mana küçük rasmi qo'yilgan, bu yerda küçük bor deyapti. Осторожно довер собака без привязи. Shunaqa mana posilkani ichidan o'tib ketyapman. Kuchuklar ko'p ekan. Mana posilkachani. Ichkarisi mana bu yoqda uylar. O'rmon, atrof fon o'rmonda beriladi ham. Mana Yujni ko'chasi ekan mana. Shunday joylarda kelib yashagan bo'lardingiz mana shunday. Bir xil o'rmonlarni yaxshi ko'raman deydi-ku. Yashagan bo'lardim deysiz. O'zingizning vataningga yetmaydi. O'sib katta bo'lib ulg'aygan joyingga yetmaydi, ishoning. Zimni letni basseyn qilib, chotki sharoit qilib qo'ysa ham o'zimni uyimga yetmaydi, o'zimni joyimga. O'zimni chang ko'chalarimga yetmaydi. O'zim magazinga kirib so'rasam, kolbasa olaman, yo'lda o'zim qilmay, to'xtamay ketaman desam, hammasi biz yeydigan kolbasa emas ekan. Svinniy ekan. Aytdim, baranina yo'qmi dedim. Говядина yo'qmi desam, yo'q dedi. Shunaqa gaplar. Mana posilkalarni ham bir ko'rsatay sizlarga dedim. Hozir dokument olib yurishim kerak. O'zim qilishga vaqtim bo'lmay qoladi. Bosa-bos qilib 12:1gacha yuk oladigan joyimga yetib borishim kerak. Shunaqa gaplar azizlar. Salomat bo'linglar.